Biznes akkaunt yaratish. Bosh sahifada biznes akkaunt yaratish tugmasini bosing. Hujjatlarni tasdiqlash uchun shartnomani imzolash orqali YTT va yuridik shaxslarni verifikatsiyadan o'tkazish tugmasini bosing. Ochilgan oynada kontragent ma'lumotlarini kiriting. Jismoniy shaxs o'zini pasport ma'lumotlarini, familiya, ism, sharfni, telefon raqam va manzilni kiritadi. Yuridik shaxs tashkilotning STI raqami, tashkilotning to'liq nomi, telefon raqam va yuridik manzilni kiritadi. Kontragent qo'shish shaklini to'ldirganingizdan so'ng saqlash tugmasini bosing. Biznes akkauntni yaratishni yakunlash uchun OneID orqali avtomatik tasdiqlash tugmasini bosing. Shundan so'ng siz yagona identifikatsiya tizimi OneID bosh sahifasiga o'tasiz. Shaxsiy kabinetingizda kirish uchun login parol, telefon raqam yoki elektron raqamli imzodan foydalanishingiz kerak. Ma'lumotlarni kiritganingizdan so'ng kirish tugmasini bosing.